Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kuzatuvchilar. Bugun biz universitet, institutlarda bor yo'nalish computer engineering yo'nalishida o'tiladigan tarmoq xavfsizligi fanida yoki shunaqa fanga, shunaqa yo'nalishga qiziqadigan talabalar yoki insonlar uchun kerakli bo'lgan dastur, ya'ni u dastur virtual tarzda ishlaydi. U dasturimiz nomi Cisco Packet Tracer deb nomlanadi. Uni biz mana yuklab olganmiz. Xo'p, u nima qila oladi? Uni ozroq sizga ma'lumot berib o'tsam, siz tarmoq xavfsizligi admini yoki tarmoq quruvchi bo'lsangiz, ba'zi bir tashkilotlarning tarmoqlarini yoki institut, universitet yoki hokimiyat yoki maktab tarmoqlari Wi-Fi tizimlarini qurmoqchi bo'lsangiz, shunaqa yo'nalishga qiziqsangiz, bu sizga amaliy ko'nikma qilishga virtual tarzda yordam beradi. Bu dasturning ichida virtual router, switch, kompyuter, Wi-Fi, har xil turdagi serverlar mavjud yoki shu yo'nalishga kiradigan har bir texnika virtual tarzda shu dasturning ichiga kiritilgan. U yerda xohlasangiz bir-biri bilan aloqa qilish uchun ulanadigan kabellarning har xil turlarigacha mavjud va u kabellarni ulanadigan joylarigacha mavjud virtual tarzda. Xo'p, buni qanaqa qilib kompyuterimizga o'rnatib olishni va bu dastur bilan, dastur oynasidagi narsalar bilan yaqindan tanishib o'tamiz. Xo'p, buning uchun bizga birinchi navbatda Google Chrome kerak bo'ladi. Unga kirib olamiz. Va mana o'zimizning akkauntimiz. Xo'p, bu yerga Cisco Packet Tracer download ga kiramiz. Bu yerdan mana shu saytni tanlab olamiz. Internet aloqamiz yaxshi bo'lmaganligi sababli kechikibroq ishlayapti. Xo'p, bu yerda o'zingiz xohlagan saytdan kirib olsangiz ham bo'ladi. Men mana shu saytni tanladim. Va mana shu Start the Download ni bosasiz. Va bu yerda Cisco Packet Tracer saqlanitni bosasiz. Saqlanit qilishni boshlaydi. Men saqlanit qilganligim sababli qilib o'tirmadim. Chunki sal avvalroq qildim mana Cisco Packet Tracer. Saqlanit qilib bo'lganingizdan so'ng mana shu yerdan shuni ustiga 2 marta bossangiz o'zi kirib ketadi. Next tugmasini bosib ketaveramiz.
finishni bosamiz. Mana o'rnatib oldik. Bunda ham o'zimizning akkauntimiz bilan kirib olamiz. Mana Cisco Packet Tracer ilovamizni yuklab oldik va ochdik. Bu ish stolimiz bo'ladi. Bu yerda mana bu saqlash tugmasi. Xo'p. Saqlash, bu yerdan saqlash, bu yerdan biron bir qog'ozga bu yerda tuzgan topologiyamizni, tarmog'imizni qog'ozga chiqarsak bo'ladi. Kopiya, keyin bu yerda xabarlar bor, ochiq xabar, yopiq xabar, bir-biriga uzatiladigan xabarlar. Mana bu yerda esa ko'rishimiz mumkin, har xil turdagi routerlar bor. Bu o'yinimizda PC kompyuterlarimiz, bo'lmasa laptoplarimiz yoki serverimiz bor, xo'p, printer bor, IP telefoniya bor yoki uy telefon, televizor va hokazolarimiz bor. Bunisi bu esa tarmog'imizni bir-biriga ulashimiz uchun kerak bo'ladigan har xil kabellar. Bu kabelimiz ko'pincha ishlatiladigan Ethernet kabelimiz, har xil turdagi kabellarimiz mavjud. Xo'p. Bu yerda ham router, laptop, kompyuter, switch hammasi mavjud. Xo'p. Bu yerda kolonkalar, sun'iy yo'ldoshlar, hammalari mavjud. Xo'p. Mana bu yerda switchlarimiz bor. Bu yerda ham router, switchlarimiz bor. Xo'sh. Xo'p, biz biron bir kichkina bo'lsa ham tarmoq yaratib, uni ishlashini birga ko'rib o'tamiz. Boshlang'ich ta'lim bo'ladi bu biz uchun. Bizga kerak bo'ladi kompyuter, bu tarafga notebook va o'rtada 2 dona switch qo'yamiz va ularni bir-biri bilan bog'laymiz. Hop, bir-biri bilan bog'ladik. Mana bu загрузка tugmasini bossak, mana bular. Mana bu qizil rangdagi bog'lamlar ishga tushishni boshlaydi. Biz kompyuterlarimizga IP adres bera olishimiz kerak. Xo'p. Mana bu yerdan IP adres beriladi, bu yoqda maska bo'ladi. Va chiqib ketamiz. Va laptopimizga ham IP adres bera olamiz. 92.168.1.3.
sizga o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Va bir ikkala kompyuterlarimizga ham IP adres berganimizdan so'ng ularni bir-biri bilan xabarlashtirib ko'ramiz. Ana bu switchimizdan orasidan xabarimiz u kompyuterimizga boryaptimi yoki yo'qmi buni tekshirib olamiz. Xo'p, mana bu yerdan xabar konvertcha tugmasi, konvertchani olamizda bundan buni ustiga bosamiz. Ko'ramiz, mana successful qabul qilindi deyapti. Xo'sh, buni simulation qanday borayotganligini ko'rsak ham bo'ladi. Uning uchun bu real time simulationga o'tkazamiz va yana bir marta yuboramiz. Switchga keldi, ikkinchi switchga bordi va bu notebookimizga xabar yetib keldi. Boshlang'ich ta'limimiz mana shundan iborat. Kichkina lokal tarmoq qurib o'rganish bo'lib oldi va bu dasturimiz panelda oynalardan nimadan tashkil topganlarini ko'rib o'tdik. Va keyingi darslarimizda yana ham bu darslarni murakkablashtirib boraveramiz. Xayr, salomat bo'ling.